أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد. Dinni suiistemal qilishga qarshi farosatlik va basiratlik bo'layli. Muhtaram musulmonlar, yuqorida o'qilib o'tgan oyat karimada ulug' Rabbimiz mundaq deydi: Bu haqiqatan mening to'g'ri yo'limdir. Shunga sizlarmi mushu yo'lda manganglar. Noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. U noto'g'ri yo'llar sizlarni Allohning yo'lidan ayirib o'tadi. Davzaqdan saqlanishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qildi. Yuqorida zikr qilingan hadis sharifda bo'lsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: So'zlarning eng rostchili Allohning kitobidir. Rahbarlarning eng yaxshisi Muhammadning rahbaridir. Aziz mu'minlar, ulug' dinimiz islom insonga Parvardigarni tonish, o'zining yaratilish g'oyasini bildirish, dunyo va oxirat saodati bilan ta'minlash uchun avatildi. Islom Qur'onning yo'l ko'rsatishi va payg'ambarimizning ulgu bo'lishi soyasi ostida shakllangan bir butun boyliqdir. Müminlar burundan tartibli bu boyliqqa ching isilib, bu qonunlarga uyg'un shaklda islomni to'g'ri tushunish, to'g'ri tushundirish va to'g'ri yashashga g'ayrat qilib kelgan. Afsuski, haq, haqiqat va istiqomat dini bo'lgan islomni dunyoviy manfaatlari uchun yomon taraflarda ishlatishga uringanlarmi u kundan bugungacha bor bo'lib kelgan. Qimmatli musulmonlar, dinni suiistemal qilish bo'lsa, dinning ma'naviy hokimiyatini qo'llanish orqali moddiy kirim, kuch, shuhrat va oliy maqomga erishmakdir. Suiistemal qildiganlar Alloh va payg'ambarimiz bilan ko'rishganligiga o'xshash yolg'on yovdaq gaplarni tarqitish orqali insonlarning irodalarini o'zlariga moyil qilishga tirishadi. Xatosiz va gunohsiz ekanligidan iborat yolg'onlari bilan o'zlarini haqiqatning yagona vakilidek ko'rsatishga tirishadi. Ig'izdagi karomat va tushlari, bid'at va xurofiylar bilan sodda musulmonlarni boshqarishni o'ylashadi. Shifoliq tarqitish, qismat etish va'dasi bilan insonlarning chorisizligidan manfaat olishadi. Bo'libmi yoshlarni nishon qilib jamiyatning hayojonini, fikr va ideyallarini, diniy aqida va hissiyotlarni so'mirdi. Dinni suiistemal qilguvchilar o'ziga o'xshash tushunchada bo'lmaganlarni chetga qoqidi. Mutlaq itoat qilmaganlarni bo'lsa, chetga qiqibla qolmay, hatto kofirlikqa chiqarib o'tadi. O'zlariga bo'lsa, shartsiz sodiq bo'lish shartini qo'yish orqali oila, millat, kultur, madaniyat va kimlik munosabatlarini ojizlashtirdi. Manfaati uchun yolg'onchilikni, ikkiyuzlamachilikni, o'g'irlikni, tahdidni va zo'ravonlikni to'g'ri va yo'lliq ko'rdi. Oxiri to'g'ri bo'lgan sirotul mustaqim yo'lidan adashib ketdi, shundaqla boshqalarni ham adashtirdi. Aziz mu'minlar, dinni suiistemal qilguvchilarning qarshisida bizning ustimizga tushgan vazifamiz bo'lsa, aqlona va ro'shanlik bilan harakat qilishdir. Suiistemal qilish bilan samimiy tirishchanliklarni farqlantirish uchun hushyorlikni oshirishimiz kerak. Bu tuproqdagi diniy hayotimizni necha asrdan beri oziqlantirib kelayotgan kuchlik va ishonchlik bo'lgan ma'naviyatimizni tonishtir. Islomni burmalash va uningdan foydalanishni xohlaydiganlarning yana bir maqsadi kuchlik yiltizi bo'lgan Anatoliyaning irponiga ziyon yetkazish ekanligini unutib qolmasligimiz kerak. Kishilarni e'tiqodiy va diniy qimmat qarashi asosida aldash, dinni suiistemal qilish deb qaralgan bo'lsa, barliq musulmonlarga tuhmat chaplash, haqorat qilish va ayblashlar bilan gumonga silish, islomga bo'lgan qo'rqinch va o'chmanlik paydo qilishmi o'xshashli dinni suiistemal qilganlikdir. Qimmatli mu'minlar, oxirgi va mukammal dinning varislari bo'lish sifatimiz bilan Janobi Haq bizga aql va iroda ato qildi. Dinimizning o'zgarmas prinsiplari, madaniyatimizning qimmat qarashi va 14 asrlik mustahkam ilm madaniyati bor. Ularning qimmatini bilayli va jinimiz bilan qadrlayli. Suiistemalchilarga yo'l qo'ymaslik uchun dinimizni mutaxassislardan, ilmda haqiqiy yetishib chiqqan kishilardan, ishonchlik va sog'lom manbalardan o'rganayli. Bizning o'lchimimiz hamisha Qur'on va payg'ambarimizning sunnatining o'zgarmas haqiqatlari bo'lsin.